استاد محترم و سمرقند خوش آمدید. الهی صحت سلامت باشید و در آن خدمتی که برای خلق ازبکستان کردید شایسته و لایق تحسین است. استاد میگه که من به این دنیا برای دوستداران آمدم، از جهان آرزوها قطارافشان آمدم، از سمای مهر و وصل شادی ابد گفتن درد دل دلفگاران آمدم. حالا میخواستیم پیش از آنکه سخن نامه رو با استاد دیم صاحبان جامعه نیت کردن بیرتون آرارگا منم بید خواهدان با استاد پیشانید. منم جامعه هوا خریزی نغزم پیش دگردید یا خرزک نیستن عزیز مبارک باشد. این لحظه جاودان مبارک باشد. پیوستنی همدلان مبارک باشد. دو اختری وقت در زمین گشته قریب، دو اختری پرشرر مبارک باشد. حالا دوستان عزیز سخن را از زبان شیرین استاد تیشن ببینیم و بشنیم. برامد. حتما. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا السلام علیکم عزیز دوستlar, muhterem mehmonlar, qadrdon yor birodarlar, xish aqrabolar, aziz xudolar, mehmon mezbonlar, barchalaringizga to'ylar muborak. Yaratganga, Parvardigor olamga bugun yana bir karra beadad shukronalar aytib 21-asrimizning 23-oltin kuz kunlari Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tavallud topgan Robbil avval ulug' oilada, ulug' kunlarda Allah xonadonimizga nurlarini yog'dirib, sharofat va balog'atlar hamroh qilib, necha yillik murodlar hosil, niyatlar ijobat bo'lib, Murodjon o'g'limiz boshiga kuyovlik tojini, Zarinaxon boni kelinimiz orshira, kelinlik tojini qo'ndirib ulug' bir ne'matni, to'y dasturxonini Allah hammamizga nasib qilsin deb ekan, yaratganga yana bir karra beadad shukronalar aytib azizlar. Barchalaringizga to'ylar muborak deymiz. To'ylar muborak, qo'llaringizdan dard ko'rmasin rahmat. To'ylar muborak ey yori jonim, to'yona bo'lsin tambirla jonim. Murodjon o'g'limizni tanijon qalbi o'y butun borlig'i, Zarinaxon qizimiz kelin poshshaga to'yona, Zarinaxonning sumbul sochlari qaddi qomati butun borliqlar bugun o'g'limiz Murodjon kuyov to'raga to'yona ekan. Allohdan tiladik Parvardigor olam jumlai mo'min bandalar qatori shu o'g'il qizimizni, shu kelin o'g'limizni yulduzi sarasini ham, shirin zaboni tanijonlarini ham butun borliqlar bir-biriga ism mehrli qilib, Xudo xolasa kelin ota yona xish aqrabo el yurtimizni duosini olib qo'shqari bilan qo'sha qilib, qo'sha o'g'il qizlarga bosh bo'lib, uvarish bo'lib pir badavlat bo'lsin ilohim. Bugun ana shunday xonadonimizni hurmat qilib, yaxshi niyatli tilaklar bilan, qalb o'rdagi duolar bilan qadamranchilik qilgan har bir aziz mehmonimiz Alloh bosib kelgan qadamlarga ajr azimlar berib, umr joni rizq ro'zlar kasblariga baraka bersin inshaalloh. Maylida endi qudachilik ming yilchilikni bugun otalarimiz aka-uka, onalarimiz opa-singil qish aqrobo Alloh iplar boylayapti iloha. Qudachilik ming yilchilik, ming yillar bu xonadonlar bir-biriga mehrli muhabbati oqibati bo'lib, Xudo xolasi yana yil yana shu xonadon didor ko'rishib, kelin kuyovlari qadar buzrukor, mo'tabar vodi degan nomlar bilan muborak bo'lib, besh to'ylarni, haqiqat to'ylarni Alloh hammamizga nasib ro'zalab, qiyalik sonlar Alloh dargohidan qabul qilsin. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. Allohga shukr. Samarqanddan bir do'st orttirganmiz qatordan. Ana shu Ahror akamizning xonadoni bugun, katta akamiz xonadoni Pardavoy akamizning xonadonlari bugun ulug' bir ne'mat, ulug' bir qutlan sanani Alloh nasib etgan ekan. Niyatimiz bitta. Ana shu chiroyli farzandlari baxtini, omadini ko'rish Alloh hammamizga nasib etsin. Muhtaram prezidentimiz boshchiga bugun yoshlar bizdan ham ko'ra baxtli saodatli bo'lsin degan niyatda katta darvozalar ochilib, prezidentlar maktabi, maydada endi sport komplekslari, Amir Temurlar maktablari, maydada endi keyin mana shu ijod
Alloh maktabi katta darvozalar ochilyapti. Xudo xolasa biz niyat qilaylik, shu xonadondan kuyovlardan chiroyli farzandlar, Amir Temurlarmi, mayli Imom Buxoriylarmi, biz kim avlodimiz? Ana shunday chiroyli ulug'beklarmi, keyingi Boburlarmi? Niyat qilaylik, Chillali xonadonda kimdir niyatlarga farishtalar amin der ekan, shu xonadonlar inshaalloh ertaga jannat makon yurtimizni, xalqimizni dunyoga targ'ib etilgan buyuk insonlar chiqsin deb niyat qilaylik. Biz kimlar avlodimiz? Biz Allohning muqaddas kitobi Qur'oni Karimdan keyin ikkinchi o'rinda turgan al-Sahih, al-Jami deb atalgan payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bilan izma-iz yurib jahon imomi tabdan olgan Imom Buxoriy avlodimiz. Biz 27 mamlakatni yagona o'lkaga birlashtirib adolat o'rnatib inshootlar qurdirib ilm-fanni rivojlantirgan Samarqandni poytaxt qilgan Jahongir sohib Qur'on Amir Temur boboning davomchilari